Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlarim, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi bir chiroyli darvozamizda, high-tech fason darvozamizni Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga olib kelib, mana ustanovka qilib bo'ldik. Eniga 3,5 metr, bo'yiga 325 razmeriga o'rnagan darvozamiz 1 kvadrat metrini 1,300,000 so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Bu darvozamizda materiallar bilan qisqacha tanishtirib o'tsak, stoykalar 8 ga 8 profil bo'ldi. 2 lik stenada, taglari shivillik, 8 lik shivillar bo'ldi. Mana o'rtalariga sariq nejvenkadan yopishtirildi, gold nejvenkadan. Ruchkalariga mana 32 lik oq nejvenkadan ruchkalariga oq nejvenkadan qo'yildi. Juda chiroyli chiqdi darvozamiz. Darvozamiz 1 kvadrat metrini 1,300,000 so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Darvozamizda listlariga kelsak, listlar 2 lik listda bo'ldi. 2 qavatli variantda. Zamoglari zubur zamog. Qora ranglisidan qo'yildi zubur zamog. Orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda chiroyli holatda o'rnadi. Orqalarini ko'rishlaring mumkin. Ana plotniy bo'lib, o'rtalariga ana sentr zamok qo'yildi. Darvozamiz aytgan joyiga turadi mana. To'shni endi o'rnatildi ana. Xudo xohlasa kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, bemalol ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalar mavjud. Hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar, obuna bo'lib qo'ysalaring. Keyingi videolarimizni ham bemalol ko'rishlaring mumkin, xudo xohlasa. Bu darvozamiz nalichkali variantini ham nariyoqqa qo'yganmiz. Ustanovka qilib bo'ldik. Mana akasiniki bu tomonga o'rnatgandik mana. Bu nalichkali varianti. Nalichkalari 25 santimetrdan chiqqan. Mana bunisi ham juda chiroyli, juda ideal holatda o'rnatilgan. Bunga bir 15-20 kun bo'ldi ustanovka qilganimizga. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalar mavjud. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.